136 masala. 20% eritma hosil qilish uchun eng oxirida ekan bu 63,7% tuz bo'lgan kristalogidrat. Demak, kristalogidrat tuz ko'paytirilgan suv. Demak, 63,7 tuzi bo'lsa, kattaroq yozib olaylik. Demak, kristalogidrat degan tuz ko'paytirilgan suv. 63,7 tuz deyapti, qolgani suv bo'ladi albatta. Demak, qancha bo'ladi? 63,7 dan ayirsak 100 ni 36,3. Shunga qandaydir nisbatda, demak, shunda 100 oldik. Suv qo'shildi x da va natijada 20% eritma hosil bo'lgan. Mana shu suv qo'shilganda 20% eritma hosil bo'lgan. Aytibdi 63,7% tuz bo'lgan kristalogidrat va suv qanday nisbatda aralashtirish kerak? Ya'ni 63,7% tuz bo'lgan kristalogidrat va suv qanday nisbatda aralashtirilsa 20% eritma hosil bo'ladi degan. Ya'ni 100 plus x bu umumiy ismi, bu 100%, 20% tuz degan. Shunda tuzimiz 63,7 edi. 5,1. Xo'sh, 63,7 kara 100 bo'lsa, 63,7 kara 5. 318 minus 100. X teng 218,5. Demak, 218,5 100 dan nisbat olsak, 1,2,185 bo'ladi. Demak,